Prezidentning qabri ochilib, suyaklari o'g'irlab ketildi. Assalomu alaykum, kanalimizga xush kelibsiz. Kanalimizga mehmon bo'lsangiz, obuna bo'lishni unutmang. Hofiz Asadning suyak qoldiqlari o'g'irlab ketildi. Kamuflyaj kiygan noma'lum shaxslar Suriyaning ag'darilgan prezidenti Bashar Asadning otasi Hofiz Asadning suyak qoldiqlarini uning qabridan chiqarib olib, noma'lum tomonga o'g'irlab ketdi. Ma'lum qilinishicha, 2000-yilda vafot etgan Hofiz Asad Latakiya viloyatidagi Kardaha shahridagi oilaviy maqbarada dafn etilgan. Suriyaning Zaman al-Vasl gazetasi e'lon qilgan videolarning birida qabr ochish jarayoni aks etgan. Nashr ma'lumotiga ko'ra, bu video 17-aprel kuni olingan. Ma'lumot uchun eslatib o'tamiz, Hofiz Asad 1971-yilda Suriya prezidenti lavozimini egallagan va 2000-yil vafotigacha mamlakatni boshqargan. Keyin esa hokimiyat uning o'g'li Bashar Asad qo'liga o'tgan. Bashar Asad esa o'tgan yili dekabr oyi boshlarida isyonchilar tomonidan ag'darildi. Eslatib o'tamiz, o'tgan yil noyabr oyida isyonchi kuchlar Suriya hukumati qo'shinlariga qarshi hujum boshlagan edi. 8-dekabr kuni ular Damashqni egallab oldi va Asad rejimining ag'darilganini e'lon qildi. Suriyaning sobiq prezidenti esa mamlakatdan qochib Rossiyadan boshpana topdi. Asad prezidentlikdan ag'darilganidan keyin noma'lum shaxslar Hofiz Asadning maqbarasini, shu jumladan tobutini yoqib yubordi. Ushbu maqbarada uning rafiqasi Anisa va katta o'g'li Basil ham dafn etilgan edi. Eng so'nggi va ishonchli ma'lumotlardan xabardor bo'lish uchun kanalimizni kuzatib boring. E'tiboringiz uchun rahmat. Salomat.